Külke köngül açıdı, kızıkçının her deni külki bilen atıdı. Nemiyetsin külgenge, Allah verer külgenge, bu hayatta oruntar, kapaktırıp jigenge. Sahnege yeni teatrımız külki mahiyelerini teklif kılımız. Merhamet kabul kılınla, minyatüra, konditer ve trener. Karşılaylı. Xayrli kech, hurmatli tomoshabinlar. Mening o'chiniklarim ko'rinmaydi. Xayrlik. Yalqinjon, asta kirib keting. Mening vaqtim hozir. Nima deyapti bu? Hurmatli tomoshabinlar. Sport bilan turoqliq shug'ullansanglar, bu dunyodan sog' salomat ketsizlar. Atаңға rahmat. Как будто biz onu bilmaydigan ekan. Kirib ketaymi, hozir mening vaqtim deyman. Tova, sen nima qilsan mayli konsert bo'lsa tushunmadim men. Mening mush konsertga kelmay, jigiti qoqini kelib demsimen. Endi konsert kelgan bo'lsang, navbatin kelgan chiqmamsa, meni e'lon qildi hozir. Kim? Kim seni e'lon qildi? Shafqat Show teatr studiyasining raisatchisi Nazgul Nazarova miniatyura konditer dedi. To'g'rimi? Konditer degan mana men, Akan Qarg'ay. Sen prost qarg'ay. Hey, Qarg'ay. Neraroq turib turib beshim og'ritmay. Hozir beynimga ko'shak e'lon qildi. Shafqat Show teatr studiyasining raisatchisi Malika Nazarova miniatyura trener dedi. Mangju xemiring jug'ari oshpaz. Musan sport deb bo'lib turnikning beshig'idan tushib ketgan-ku deymisan. Hurmat tomoshabinlar, hozir aytinglar, kim e'lon qildi? Kim dedi? Konditer dedi-ku. Konditer dedi. Пожалуйста, konditer. Saplı qo'saq emroq tomoshabinlar kelyapti-ki. Конечно, seni deydi konditer deb. Beshim og'ritma chaqani azam direktorini. Mana Danyar. Bu konsertni buzib, 3 kunlanib sahnada chiqib qoldilar billa. Hozir meni Malika Nazarova trener dedi. Trener degan men. Buni qayerdan paydo bo'ldi? Hozir bu meni dedi, konditer dedi. Konditer degan mana men. Voy. Endi mumkin, riyosatchilar xatolashib qolgandi. Xatolashmadi Danyar meni chaqirdi dedi. Otma muni chiqib qopti men. Tova, buni ketpan qara. Davay qilmanglar. Bir chiqadi, davay bo'linglar. Bo'ldi, пожалуйста, Rasul kirib turdi. Rasul kirmaydi demiş ki Rasul kirib ketdi. Yalqin kirib ketdi. Hey, yalqin kirmaydi. Yalqin mashab turdi. Sen kirib tursan-chi. Kira. Rasul kirmaydi, Rasul mashab turdi. Yalqin kirib ketdi. Ya, sen даже alfabetni последний tursan, shuncha последний chiqsan sen. Ya, buni ketpan. Hey, zato aqsni qarsam men birinchi turman. Так что исчезни давай. Uritmazmı? Bu ikkisi bir-biridan o'tgan beg'arazani bularni tushamak qiyin berdi. Sen o'qmoqchiding? Men sport to'g'ri leksiya o'qiyman, leksiya. Senchi? Mening shu buni xonim qizlarga fransuzski pirog to'g'riliq buni leksiya 1 oy bo'ldi men buni tayyorlab qolganman. Молодец. Barakallah tayyorlangan. Biroq endi talishmanglar bir tan miniatyur uchun. Biz degan bir teatrda ishlaymiz. Biz degan inoq bo'lishimiz kerak, qarindosh bo'lishimiz kerak, bir oiladek bo'lishimiz kerak. Mayga chiqib bir yumrini talishtirganim sende. Ya, biz qarindosh so'rab baq bizni ishimisan. Qarindosh bo'lsangiz. Biz qarindoshmiz. Ama mening hadam. Qarindoshmiz, yo'q, qarindosh. O mening singlim. Barakallah, aka-inidek, hadi singildek inoq o'tishimiz kerak. Ya biz inoq ishimizni sinab beraymi, mehmonlar oldi? Sinab beraymi? Qansiz? Sinab berma, qani. Hurmatli tomoshabinlar, mushu mening Rasuljon singlimga qizg'in olqish chavoqlaringlarni ayamagan bo'lsanglar. Yak, stop, mang çavak kerak emas. Hadam tug'ayat mang'ishmi çavak chalsa, hadamning hurmatiga çavak, murja ham kirib. Yak, mang kerak emas. Manga bundoq qo'ysanglar bo'ldi. Hammasini mushu singlimning hurmatiga. Qani, to'xtamay bir nay qo'shilib beray. Mana Bir çavak üçün endimaydi bir-birinlar döngep ketpağınlara. Bakınlara, senin dikense sen bir kurni. Sen bir kurni okuyna, sen bir kurni okuyna.
Tanışmanglar. Ya, Daniyar unda kısak meni reseptini çenmeydi hanım kızlar. Unda bulmaydı. Menikini mi düşenmeydi? Düşenmeydi. O işkinlarning yazgan strategiyalarını özüңlardan başka hiç kim düşenmeydi. Okuyveringlar. Bir qurduqqa tanışmanglar konsertimiz mana davay. Bir qurduqqa. Ya başla. Başlayayım mı? Başlayayım mı? Etkende turib üz ko'zni shumay. Pirog pişirishni başlayımız. Yaxshilab turib, kerilib olgandan keyin Bir tal tuxum ve qat elib, mashq qildigan maydonga chiqamiz. keyin kraskis ko'chmagan ko'rig'i silib, Stadionni 3 qatim yugurib aylanamiz. yaxshilab xemirimiz ko'pib, qetimiz erib olgandan keyin Qo'lni ko'tarib toza havodan yarım litr alamiz. keyin bunimiz bilan nafas elib Körküdün ötküzülgen margarinni og'zimizdan chiqaramiz. xemirimiz köpüp, yaxshilab boldurgandan keyin Qo'lni putqa tekizib egilamiz. keyin astidan 2 tal tuxumni elib, serig'ini solamiz. Putimizni bir ko'tarib qum ustida Xemirimizni jug'urimiz. yugurib kelib sakraymiz. Xemirimiz tayyor bo'lgandan keyin Qo'limizni maydamizga qo'yib, ezib mijimiz. qo'lni juqur ko'tagan holda Xemirimizni jug'urish uchun uning ustiga 50 qatim o'tirib turamiz. Keyin putimizni keng qo'yib, o'ttirsiga qilin qilib varini surkaymiz. Qilin qilib обязательно. o'rnimizda yugurishni boshlaymiz. Keyin pirogni pishirish uchun So'ng va lo'nga elib juyunish uchun duxovkani qizitamiz. qep yalang'och holda Dasturxon yeyishga boshlaymiz. so'q suvda juyunimiz. Shuning bilan bizning pirog tayyor bo'ldi. Uni qancha ko'p yeysanglar, Figuranglar manga o'xshash chiroyli bo'ladi. постоянно narsa qilib Mana. Ko'rdingmi? Sen bo'l sen. bu постоянно sport desa, konsert kelganimizda qancha bir naqshi bormi sport tovarlar, naqsha. Ishonmaysiz? Bor. Qani? It beraymi? It. Gap yo'q. Marhamat, naqsha. En saqlıq huzur baylığımız sen bilsen, sağlam bulursan erdigen düşügersen, toğırsığa semirsen, bunun okşaş bir ok bilen sen tortiysen. Spor, oyna, spor hakkında küyle. Spor, seni biz küyleymiz, spor sen bilen 100 yıl biz yaşaymiz. Spor, seni biz küyleymiz, spor sen bilen 100 yıl biz yaşaymiz. Mana, naqsha, pожалуйста. Endi aslını sen naqsha demse, aslını sen naqsha deb aytyotamsan, nima o? Sport, get, naqsha maşu? O'zingchi mening naqshamni yaratmay ketmang qara. Sening bir oshpaz to'g'riq naqshlaring bormi? Oshpazlarning qandoqki yaxshi naqshisi bor. Marhamat, oshpaz naqshisi. Ko'raylik. Özem tencan hem soğuk o zaman xılayı Hallanın men xalıtım seylerim sizge layık Nazo nimet yar xılayı